Assalomu alaykum hammaga. Ravshan aka, zakaz bo'yicha Xalisiyning ichiga kirdik. Ana sizni kanalingiz uchun, Ravshan Norov kanali uchun reportaj. Rim Xalisiyni muzeyining ichida. Ravshan aka kanal içinde bu ha? Ravshan aka sog' bo'ling. Siz uchun bular, siz uchun mana. Mana shular ustimlar ustiga yopiq bo'lib nima bo'lgan ekanda, arena bo'lgan. Odamlar o'tirgan menimcha. Mana menimcha men bilan ustim yopiq bo'lgan. Mana arena bo'lgan, ustiga qo'yilgan. Hamma joy usti yopiq bo'lgan. Yuqorilar arena bo'lgan, o'shalar o'tirgichlari bo'lgan bizga kerak. Xalq o'tirganda. Mana buni usti yopiq bo'lib, ichi gladiatorlar yurgan bizga kerak. Pasta. Mana kinosiga sal anaqa qilib olgandir, lekin sher yo'lbarslar bilan olishtirgan deydi tarixchilar. Mashinalar yopiq bo'lgan, menimcha mana bundan boshlab yopiq bo'lgan. Dahshatda bu, tepadagi toshlarni qanday olib chiqqan? 8-asrga. Tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana shu dumalog'ida pastga yotibdi-da, ikkitasi tushib ketgan. Hamma 10 tonna bor. Pastga juda katta narsa. Endi buni tasavvur qiling, u qanday olib chiqqan. Piramidani hech kim topolmaganda qanday qurganini buni ham topib qiyin-da. O'sha har bitta tosh ham 10 tonna, 5 tonna bordir, tepadagilar. Juda katta narsa.